davlat arbobi, shoir, olim, nosir, dramaturg, ma'rifatparvar Abdurauf Abdurahim o'g'li Fitrat 1886-yili Buxoro shahrida tug'ilgan. Dastlab maktabda, so'ng Mir Arab madrasasida, keyinchalik esa Turkiyaning Istanbul universitetida tahsil olgan. Turkistondagi jadidchilik harakatining taniqli vakillaridan biri. U o'z xalqini savodli, ma'rifatli qilish uchun astoydil kurashdi. Asarlarda millatni ozod, hur, erkin yashashga chaqirdi. Jadidchilik g'oyalarini keng targ'ib qildi. Tur'on, Buxoroi Sharif, Oyna kabi gazeta va jurnallarni tashkil etishga katta hissa qo'shdi. Turkistonda til, adabiyot, san'at, ma'rifat, madaniyat masalalariga bag'ishlangan Chig'atoy guruhi tashkilotga asos soldi va rahbarlik qildi. Buxoroda musiqa maktabini ochdi. Abdurauf Fitrat 1938-yil 4-oktyabrda millatchi, xalq dushmani sifatida otib tashlangan. Go'zal yulduz, yerimizning eng qadrli tuqqani, nega bizdan qochib muncha uzoqlarga tushibsan? Tug'ganingga nechun sira gapirmasdan turibsan? So'yla yulduz, holing nadir? Nechun topding dunyoni bizning yerda bo'lib turgan tubanliklar, xo'rliklar? So'yla yulduz, sening dag'i quchog'ingda bo'lurmi? Bormi senda bizim kabi insonlar, ikki yuzli ishbuzarlar, shaytonlar, o'rtoq qonin qonmay ichgan zuluklar, qardosh etin to'ymay yegan qoplonlar? Bormi senda o'ksiz yo'qlining qonin gurunglashib chog'ir kabi ichganlar? Bormi senda butun dunyo tuzugin o'z qopchig'in to'ldirganli buzg'anlar? Bormi senda bir o'lkani yondirib o'z qozonin qaynatg'uvchi xoqonlar? Bormi senda qorin qursoq yo'lida elin yurtin borin yo'g'in? Abdurauf Fitratning Merih yulduziga she'ri shunchaki osmon jismi haqida emas, balki erksevarlik va isyon ruhidagi asardir. Uning qisqacha ma'no mohiyati quyidagicha: vatan ahvoli, shoir o'z davridagi Turkistonning ayanchli holatini, xalqning xor-sor bo'lganini va istibdod, ya'ni zulm ostida qolganini Mars, ya'ni Merih yulduziga qarab hasrat bilan so'zlaydi. Ramziy ma'no: Merih qon va urush ramzi. Fitrat undan so'raydi: senda ham bizdagidek zulm bormi? Senda ham kuchlilar kuchsizlarni talaydimi? Isyon va orzu. Shoir yer yuzidagi adolatsizlikdan charchab, najotni ko'kdagi yulduzdan qidiradi. Bu orqali o'sha davrdagi Chor Rossiyasi istibdodiga nisbatan o'zining nafrati va ozodlikka bo'lgan tashnaligini ifodalaydi. Xulosa: she'rning bosh g'oyasi millatning uyg'onishi va hurriyat sari intilishdir. O'gut she'ri. Og'ir yigit sening go'zal nurli ko'zingda, bu millatning saodatin, baxtin o'qidim. O'ylashingda, turishingda ham o'zingda, bu yurt uchun qutulishning borlig'in ko'rdim. Turma yugur, tinma tirish, bukilma yuksal. Hurkma kirish, qo'rqma yopish, yo'rilma qo'zal. Yel yo'lini to'sib turgan eski bulutlarni yondirib qo'y, yirtib tashla barchasini yo'q et. Qilolmasang shu ishlarni sening uchun hurdik, bu yiqil yo'qol ket. Bu she'rning ma'nosi o'g'it she'ri yosh yigitga murojaat bo'lib, uni jasur faoliyati va qo'rqmas bo'lishga chaqiradi. Shoir yigitning ko'zida butun millat va yurtning kelajagini ko'radi. Unga sustkalish, qo'rqoqlik va loqaydlik tark etib harakat qilish, eski to'siqlarga yo'q qilib yurt uchun kurashish kerakligini uqtiradi. Aks holda bunday holat yigit uchun ham jamiyat uchun ham xo'rlik ekanini aytiladi.
Abdurrauf Fitrat, go'zalim bevafo gulistonim she'ri. Go'zalim bevafo gulistonim, bog' umrida toza rayhonim, g'am va qayg'ularim hujumidan. Sen eding mehribon nigahbonim, meni behuda tashlading ketding. Nega o'ldirmading-da tark etding? Kel gulim, kel oyog'ingga yiqilay. Bir zamon qo'ytilib to'shib yig'lay. Qo'y biroz qo'yga ho'k poyingni, surmadek yoshlik ko'zimga suray. Ketma to'rtingni arzu holimni, arz etay holib burmal holimni. Qani o'ldamki seni eding yorim, munisim hamdamim madadkorim. Sen og'ushi iltifotingda rohat etmishdi jismi bemorim. Men behuda tashlading ketding, nega o'ldirmading-da tark etding? Kel oyog'imga qon bilib to'kilay, bir nafas dardi hajringda qulay. Kel go'zim dilbarim, kel sochingni bir taray, bir epay so'ngra. Meni behuda tashlading ketding, nega o'ldirmading-da tark etding?